Bugun Sohib Qiron bobomiz Amir Temur tavallud topgan kun. Sharqda qadim-qadimdan xalq odil podshoni e'zozlab kelgan. Sohib Qiron Amir Temur ana shunday podsho bo'lishga intildi va buni uddaladi. Kuch adolatda iborasi uning uzugiga o'yib yozilgan va davlat muhrida ham aks etgan edi. Mamlakat ahli zulmga chidashi mumkin, ammo adolatsizlikka chiday olmaydi, deb yozgandi Amir Temur o'z tuzuklarida. Bu saltanat shiori. Sohib Qiron bunga qat'iyan amal qilardi. Adolatning kuchi shunchalar yuksak ediki, u har qadamda xoh o'zining farzandlari bo'lsin, xoh boshqa fuqaro barchaga birday adolat ko'zi bilan qarardi. Nizomiddin Shomiy zafarnomada Amir Temurning 1366-yilda hali davlat taxtiga chiqmasdan 4 yil avval aytgan shunday so'zlarini keltiradi. Qaysi bir podshoh o'z ishini g'addorlik va bevafolik asosiga qursa, kishilarga ozor berish va halok qilishga oshiqsa, uning davlati chayqalib qarovsizlikka yuz tutadi. Biz o'z saltanatimizni odamlarga e'tibor berish va ularni himoya qilish asosiga qurayotganligimiz sababli ularni yupantirib, xotirjam qilamiz. Xalqqa e'tibor berish va himoya qilish Sohib Qiron adolatining bosh o'zagini tashkil qilar edi. Hamma joyda amalda bo'lgan kuch adolatda shiori butun Turon davlati hududida axloqiy va ma'naviy mezonga aylangandi.